Assalomu alaykum ukaxonlarim, shirintoylarim, shakartoylarim, baqaloqlarim, yapaloqlarim, uylanishni o'ylab yurgan ukaxonlarim, shakartoylarim. Qalaysizlar? Bugun qalay dam oldilaringiz endi? Yana bitta munavvar tong otdi. Xudo bizga shunday bir chiroyli kunni baxsh etganiga shukrlar aytib yuribmiz-da. Ukaxonlarim, yana bitta savol qiynab qoladi. Menga savol berib qolishadi. Aka, har doim kulib yurasiz, kayfiyatingiz zo'r, so'kinmaysizmi deb qolishadi. Juda ham so'kinaman-da. Meni so'kinishlarimni bir eshitsa, odam nimalar bo'lib ketar ekan, ammo shunaqangi boralab so'kinamanki, mana bittasi misol uchun rosa achchig'imni chiqarishadi-yu. Qalay, nimada so'kkanimni topinglarchi. Deganlar, meni nimada so'kdim, mana topinglarchi. Mana shu meni so'kinishim bo'ladi. Lekin sizlarga so'kinmayman. Sizlarga faqat yaxshi gaplar gapiraman. Meni mehribonlarim sizlar-ku. Onani keti kuzatib boring. Siz bilanmiz har doim. Bugun ham bitta Quvazoydan tushgan. Bo'ydagi badarag'iga ketyapman hozir mana. Hakkat bo'ynidan ushlab badarag'i boramiz xudo xolasa. Pro Max bor yana bitta. Kuzatib boring. Ko'maga tashab ber. Biz qarovsin san. Olasanmi? Kim deb qo'y. Qarab o'tirib. Kelin qarab o'tirib siz kim deb qo'y. Bo'ladi endi bunaqasi ham bo'ladi. Oson bas. Kuyov bolalar, men sizlarga buni bekor kulgani qo'yayotganim yo'q. Buni namuna qilib qo'yibman. O'shaning uchun aytaman, o'zlaringiz dam olinglar, bemalol miyani kechgacha yurish odamga nagruzka bu narsa. Manaman degan kuchli immuniteti dahshat odam ham charchaydi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Men o'shanga sharoit yaratishga harakat qilamanki, qo'yinglar telefon qilavermanglar kuyov bolaga, bezovta qilmanglar, dam beringlar, bir ma'naviy dam olsin, qiynalib qolmasin deyman. Meni qo'limdan kelgani shu. Mana keyingi misol uchun uylanayotgan o'rtalaringizni tashlab qo'yinglar. Bunaqa qiziq holatlar ko'p bo'ladi. Sizlarda ham imkoniyat darajasida men nima desa bo'ladi, haligi avaylab, asrab, mashina qilib poshsholarda qolib yurgim keladi-da, jigarlarim. Tez telefon qilinglar. Sizlarda ham mashina qilib uxlatib qo'yib yuraman. Ukam komfort qalay? Poshsholarda yurasiz deb aytgan edim, men sizga va'dam ustidan chiqdim. Komfortda, aka, mazza qilib ketdi. Mana shu chin qalbdan aytilgan so'zlar bo'ladi. Buni o'xshatolmaysiz ham, buni anaqa ssenariy qilib yozib ham beramiz. Qalbdan chiqadigan, dildan chiqadigan so'zlar. Siz ham qalbingizdan, dilingizdan shunaqa shirin so'zlar, shunaqa tilaklar chiqib ketadi xudo xolasa. Men sizga va'da beraman. Shunaqangi poshsholarda qolib yuramanki, aytyapman, dilingizdan mana shunaqa chiqib ketadi shirin so'zlar. Tinch bo'lasizlar. Sizlarda doim xursandchilik kunlarida birgalikda yurish nasib qilsin.